Nefrolitiyaz, buyrak tosh kasalligi. Bu ko'pchilikni qiynaydigan va har doim har xil yechimlar bilan davo topishga harakat qiladigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Nefrolitiyaz qanday hosil bo'ladi? Asosan bu turmush tarzimizni noto'g'ri olib borish, kam suv ichish, ko'p harakat qilmaslik va ko'p miqdorda tuzli mahsulotlarni iste'mol qilish natijasida yuzaga keladigan kasallikdan biri hisoblanadi. Bunda buyrak tosh kasalligi, buyrakni kosacha jon sistemasida ba'zida siydik yo'llarda joylashib qolib, sizga o'ng biqin yoki chap biqin yonbosh sohasida kuchli og'riq va siydikda noqulayliklar, ba'zida qonli siyishlar bilan namoyon bo'ladi. Bunda nima qilish kerak? Birinchi to'g'ri tashxis, to'g'ri diagnostika har doim kerak. Va shundan so'ng sizda kerakli bo'lgan tashxis va diagnostikadan so'ng kerakli davo muolajalarni qo'llash orqali buni ba'zida dorilar bilan, ba'zida esa operativ muolajalar orqali davolanadi. Bunday davolanish muolajalarini aniq tashxis qo'yishda esa zararsiz, tezkor va noinvaziv bo'lgan ultrazvuk tashxisi orqali qo'yiladi. Qabulga yoziling va to'g'ri tashxis qo'yishga birinchi qadamni qo'ying.